Inson hayoti va salomatligini asrash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish muassasalarida olib borilayotgan tibbiy xizmat samaradorligini yanada takomillashtirish maqsadida jazoni ijro etish departamentiga zamonaviy tez tibbiy yordam avtomobillari taqdim etildi. Taqdim etilgan tez tibbiy yordam mashinalari 11, 21, 20-son jazoni ijro etish koloniyalari, Markaziy tergov hibsxonasi va 23-son mahkumlar uchun ixtisoslashgan kasalxonaga topshirildi. Ushbu tez tibbiy yordam avtotransport vositalari mahkumlarga kechiktirib bo'lmaydigan holatlarda aynan bemor mahkumlarni Sog'liqni saqlash vazirligining hududiy tibbiyot birlashmalariga tezkor yetkazishi va malakali tibbiy yordamni o'z vaqtida ko'rsatishini ta'minlaydi. Zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlangan mashinalar tizimda profilaktik tadbirlarni samarali olib borishga ham imkon beradi. Inson qadri oliy ne'mat. Darhaqiqat, oliy ne'matlardan bittasi bu insonning sog'lig'idir. Davlat rahbarimiz, oliy bosh qo'mondonimiz tomonidan inson qadri oliy ne'matligi haqida O'zbekiston Respublikasi parlamenti hamda xalqqa qilgan murojaatda bevosita tibbiyot yo'nalishi ham aytib o'tildi. Jazoni ijro etish departamentida ko'rsatilayotgan tibbiy yordam hajmi, tibbiy yordamni yaxshilash borasida tez tibbiy yordam avtomashinalari berildi. Ushbu avtomashinalar bevosita jazo muddatini o'tayotgan shaxslarga tibbiy yordam berilish hajmida, tibbiy yordam ko'rsatish tezligida o'z natijalarini ko'rsatadi. Jazoni ijro etish tizimida inson salomatligini himoya qilish bo'yicha bunday chora-tadbirlar izchil davom ettiriladi.